Angor tumanidamiz. Rustamjon bu yerda bir loyihalarni boshlayapti. Rustamjon o'zida eshitsak. Bu yerda xudo xolasa aka 80 soatlik issiqxona qilyapmiz. 3 sloyli issiqxona bo'ladi. Bu bez отопления foydalanish uchun juda ham Surxondaryo sharoitida qulay bo'ladi. 3 sloy deganingiz bitta madalab tushuntirib oling. 3 sloy deganimizda mana birinchi qavat, ikkinchi qavat, ya'ni 3 qavat alohida karkas bo'ladi. 2 qavati plyonkadan, 1 qavati ko'rpadan iborat bo'ladi. Tashqarida misol uchun delta 15 gradus minus bo'lsa ham, ichkari umuman minusga tushmaydi. Mana shu aynan Angordagi loyihada isitish vositalari yo'q, shunaqa. Yo'q, isitish vositasi yo'q. Agar u isitish vositasi qo'yiladigan bo'lsa ham, juda kam energiya bilan issiqlikni ta'minlab bersa bo'ladi. Surxondaryoda shamol kuchliroq, mana bu uzunligi necha metr shamolga yo'nalishga to'g'rilanadimi, shularni ham tushuntirib borsiz. Bu endi loyihani o'rganib chiqqanmiz birinchi. Qanday qilib joylasak to'g'ri bo'ladi shamol liniyasida, ya'ni issiqxonalarga zarar yetkazmasligi, ertaga agar ko'proq qor yog'adigan bo'lsa, bu qanday chidab berish hammasi loyihada o'rganib chiqilgan. Hozir bitta issiqxonamiz eni 8 metr, uzunligi 100 metr. Xuddi shunaqadan 10 ta issiqxona tushyapti bu yerda. Qachonlarga bitadi xudo xolasa? Masalan, Surxondaryodagilar qachon bitganini ko'rib, bitgandan natijasini ko'rgandan keyin odamlar ko'proq ishonadi, ko'proq qiziqadi. Qachonlarga? Hozir aniq ayta olmayman. Bu yerda kattaroq proyekt fevralda oxirida xudo xolasa kelsa, to'liq issiqxonalarda hamma yo'g'ini ko'rib, agarda o'ziga yoqadigan bo'lsa, qo'shimcha zakazlar ham berishi mumkin. Ko'pchilik so'raydi, sifatli issiqxona quradigan tanishlaringiz, bilishlaringiz bo'lsa, maslahat bering deb. Rustamjonlarni biz ancha yillardan beri taniymiz, ishlarini ham bilamiz. O'zlarini Instagram profilida Uzgrov profilida ham ko'rasizlar, bizni profilda ham ko'rasizlar. Rustamjon bu haqida biz hali YouTube'ga keyin alohida ko'proq batafsil ma'lumotlar beramiz. Albatta, xudo xolasa bitgandan keyin vaqtingizni bir oladigan bo'lsa, bir to'liqroq ma'lumotlarni berib boramiz. Rahmat sizga. Ishlaringizga rivoj bersin. Rahmat aka.